O'tgan voqealarning og'ir izidan so'ng, Iffat serialining 25-qismi 2025 yil 31 oktyabr kuni soat 19:00 da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladi. Bu qismda Kamron va Shirinning hayoti yangi sinovlar, kutilmagan zarbalar va og'riqli qarorlar bilan to'qnashadi. Har bir sahna tomoshabinni sadoqat, or va muhabbatning asl ma'nosi haqida o'ylantiradi. Iffat bu oddiy serial emas, bu inson qalbining chuqur qatlamlarini ochib beruvchi hikoya. Qahramonlarning har bir qarori, har bir ko'z yoshi orqali biz hayotda poklik va kechirimning naqadar muhimligini his qilamiz. Yuqori darajadagi aktyorlik, nafis tasvir va samimiy his-tuyg'ular Iffatni tomoshabinlar yuragiga yaqinlashtiradi. Bu serial or, sadoqat va muhabbat sinovlarida insonni yanada poklashtiradi. Iffat bu yurakni titratadigan, o'ylantiradigan va umid beradigan asar.